بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Rizq eshiklarining kalitlari haqida mavzumiz davom etadi. 6-chi kalitni biz infoq degan edik. Infoq haqida bir necha oyatlar va hadislarni ham aytdik. Infoq Alloh taoloning rizq eshiklarini ochadigan kalit hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ahabbul a'mali ilalloh sururun tudkhiluhu ala akhikal muslim takshifu karban aw taqdi daynan aw tatrudu anhu ju'an." Alloh taologa amallarning eng sevimlisi musulmon birodaringizni qalbiga kiritadigan sevinch dedilar. Alloh taolo yaxshi ko'radigan amallarning eng sevimlisi bir musulmon birodaringizni qalbiga kiritadigan sevinch, surur dedilar. Undan og'irlikni ketkazasiz, yo qarzini uzasiz, yo undan ochlikni daf qilasiz. Qayg'u, g'amga botib turgan bo'lsa, har qanday mavzuda uni g'amini ketkazasiz. Qo'lingizdan kelgancha yonida turib yordam berishga harakat qilasiz. Yoki uni qarzi bo'lsa, qarzini uzasiz. Yo bir qismini bo'lsa ham uzishga yordam berasiz. Yoki undan ochlikni daf qilasiz. Och bo'lsa taomlantirasiz. Uyida agar oziq ovqati bo'lmasa yetkazib berasiz qo'lingizdan kelgancha. Mana shu bilan Allohni eng yaxshi ko'rgan amallardan birini qilgan bo'lasiz. Yana boshqa hadisda aytadilar, bu hadis yuqorida o'tgan edi. "Ma min muslimin yunfiqu nafaqatan fi sabilillahi walau tamratan illa talaqqaha Allahu bi yaminihi fayunmiha lahu kama yunmi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithla al-jabal al-azim." Aytadilar sallallohu alayhi vasallam, biror bir musulmon inson Alloh yo'lida nafaqa qilsa, agar bir tamir xurmo bo'lsa ham, qo'lidan kelgani shu bir tamirni, bir xurmoni Alloh yo'lida infoq qilish qo'lidan keldi, shuni qildi, Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi va uni o'stiradi. Uni o'stiradi, xuddi sizlarni biringiz toychog'ini parvarish qilib, yedirib, ichirib, yuvib, tarab o'stirgani kabi va uni qiyomat kunida buyuk tog' kabi ko'payib katta bo'lganini ko'radi deyaptilar. Ya'ni bir tamir, bir xurmoni Alloh yo'lida infoq qilgan bo'lsa, shu bir xurmoni Alloh taolo agar ixlos bilan qilingan bo'lsa, qiyomat kunida uni tog'lardek qilib yuboradi. Yana boshqa hadisda aytadilar: "Ma naqasa malun min sadaqa. Ma naqasa malun min sadaqa." Mol sadaqadan kamaymaydi, ko'payadi, Alloh taolo barakasini beradi. Chunki yuqorida o'tganda oyatda siz nimani infoq qilsangiz, Alloh taolo uni o'rnini to'ldiradi. 1 so'm infoq qilsangiz, Alloh taolo o'rnini to'ldiradi. 1000 so'm, million so'm infoq qilsangiz, Alloh taolo uni o'rnini to'ldiradi. Buni tajribada ko'rganlar juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun sadaqa molni kamaytirmaydi, ko'payishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo o'rnini to'ldirgandan tashqari boshqa eshiklarni ham ochadi. Rizqini to'sib turgan gunohlarini kechiradi va moliga baraka beradi. Boshqa hadisda aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Idza matal insanu
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Agar inson vafot qilsa, uni amali uziladi, kesiladi. Bir inson vafot qilishi bilan uni qilib yurgan amallari to'xtaydi. Namozi ham to'xtaydi, ro'zasi ham to'xtaydi, istig'for, tavba istig'forlari, zikrlari hammasi to'xtaydi. Faqat 3 ta narsa to'xtamaydi dedilar. Birinchisi sadaqa joriya. Sadaqa joriya qilsa, yoki ikkinchisi ilmin yuntafa'u bihi. Foydalanadigan ilm o'zidan keyin qoldirgan bo'lsa. Uchinchisi uni orqasidan duo qiladigan solih farzand qoldirgan bo'lsa, mana shu 3 ta narsadan to'xtamasdan savob borib turadi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "As-sadaqatu burhanun." Sadaqa burhondir. Burhon degani dalil, hujjat degani. Sadaqa bu dalil, bu hujjat bu. Qiyomat kunida bandani solih ekaniga, boshqalarni ham qayg'urib mehr muruvvat ko'rsatadigan inson ekaniga hujjat bu. Allohni rahmatidan umidvor bo'lganiga, oxiratini o'ylaganiga bu hujjat bu. Bir kishi dunyoda sadaqa qilarkan ixlos bilan, u odam oxiratini o'ylab qiladi. Va bu sadaqasi oxiratda o'zining foydasiga hujjat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tujjorlarga, tijoratchilarga aytadilar: "Ya ma'sharat tujjar, yahdurul bay' al-halafu wal-laghu fashubuhu bis-sadaqa." Ey tojirlar, savdogarlar jamoasi, savdoda qasam ichish ham bo'ladi, lag'v deb o'yin, ya'ni e'tiborsizlik bilan gapiriladigan so'zlar ham bo'ladi. Yolg'on aytilmayapti bu yerda. Savdoda qasam ichish ham bo'ladi, e'tiborsizlik bilan gapiriladigan, yo o'ynab gapiriladigan, yo e'tiborsizlik bilan gapiriladigan so'zlar ham bo'ladi. Siz mana shularni yamin bilan va qasam ichib sotgan bo'lsa, keraksiz qasamlarni ichgan bo'lsa, yo e'tiborsiz gaplarni gapirgan bo'lsa, mana shularni sadaqa bilan yuvib yuboringlar dedilar. Ya'ni tojirlarga sadaqa chiqarib turishga buyurdilar. Tijoratda bo'lgan mayda-chuyda nimalarni yuvib yuboradi. E'tiborsizlik bilan gapirilgan so'zlar bordir va yaminlar, bir qasam ichib olgandir e'tiborsizlik bilan, shularni yuvib ketadi, lekin harom bo'lgan molni yuvmaydi. Bu yerda faqat 2 ta narsani aytayaptilar. Qasam ichgandir, mol halol, yolg'on aralashmayapti, to'g'ri sotilyapti. Faqat ortiqcha qasamni dinimiz yoqtirmaydi. Sahobalar haq bo'lgan hollarida qasam ichmasdilar, qasamdan qaytarganlar. Tobiinlar aytadilar, qasam ichganda bizni sahobalar urardi. Ya'ni tobiinlar yosh bola bo'lganlarida, ya'ni yoshligimizda qasam ichganimizda sahobalar bizni urardi. Ichma, og'zingni qasamga o'rgatma deb urishardi bizni deyishgan. Shuning uchun qasamni ortiqchasi, agar zarurat bo'lmasa, qasam hech kerak emas. Va bekorchi so'zlar ham agar aralashgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, sadaqa yuvib yuboradi deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar, qanday sadaqa afzal? Sadaqalarning qaysi turi afzal ya Rasululloh deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, anta saddaqa va anta shahihun sahihun ta'malul ghina va takhshal faqr wa la tumhil hatta idha balagatil ruh al-hulqum qulta li fulanin kaza va li fulanin kaza. Aytdilar sallallohu alayhi vasallam,
sadaqani qaysisi afzal deb so'raganlarida, siz sog'lom, salomat bo'lib turgan vaqtingizda va boy bo'lishni umid qilib, faqirlikdan qo'rqib turgan holingizda sadaqa chiqarishingiz afzaldir dedilar. Ya'ni siz sog' salomatsiz, o'lim kelmagan, kasal emassiz. Ya'ni kasal deganda o'lim kasali. Inson hali sog'ligi joyida va boy bo'lishni umid qiladi, orzu qiladi, faqirlikdan qo'rqadi. Mana shunday holida sadaqa chiqarishi eng yaxshi sadaqa dedilar va yana aytdilar: "Wala tumhil", keyinga surmang. Keyinga surmang, sadaqani keyin berarman deb surmang. Biroz molim ko'paysin, undan keyin berarman demang. Hatto ruhiz halqumga, hanjaraga kelib tiralganda, halqum ya'ni tomog'iga, ruh kelib tomog'iga kelib tiqilganda, ya'ni joni chiqayotgan vaqtda falonchiga buncha bering, pistonchiga buncha bering, mani molimdan sadaqa chiqaring demang. Keyinga surmang, hozir bering deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqa chiqarishga undaganlar va sadaqani yuqorida aytganimizdek, u baloni qaytaradi. Allohning g'azabini so'ndiradi, to'xtatadi. Allohning g'azabi kelgan bo'lsa bir bandadan, agar u banda sadaqa chiqaradigan bo'lsa, shu sadaqa sabab bo'ladi, Allohning g'azabi pasayadi. Insonni moliga baraka beradi. Alloh taolo u sadaqani o'rnini to'ldiradi va gunohlarni kechiradi. Sadaqani juda ham foydalari ko'p, uni sanab tugatib bo'lmaydigan darajada. Ikkita narsada juda katta kuch bor. Birisi sadaqa, ikkinchisi duo. Tavba istig'for qilsa va duo qilsa, bunda ham kuch bor va sadaqa chiqarsa, bunda ham kuch bor. Alloh taolo agar bir musibatni nozil qilgan bo'lsa, duo bilan sadaqa shu musibatni ko'tarishi mumkin. Agar duo bilan sadaqa kuchlik bo'lmasa, zaifroq bo'lsa, hech bo'lmaganda tushgan musibatni yengillatadi. Ammo kuchlik bo'ladigan bo'lsa, to'laligicha ko'tarib yuboradi har qanday tushgan musibatni. Ammo agar tushmagan bo'lsa, tushishidan oldin duo qilinsa, tavba istig'for qilinsa va sadaqa chiqarilsa, Alloh taolo o'sha musibatni tushirmaydi. Demak, infoq Alloh taoloni rozi qiladigan amal. Infoq Alloh taoloni rozi qiladigan va rizq eshiklarini ochilishiga sabab bo'ladigan amal. Demak, oilangizga, farzandlaringizga infoq qiling. Keraksiz narsalarga emas, ularni kelajagini tiklaydigan, kelajagini quradigan narsalarga infoq qiling. Ilmga, kasb o'rganishga, sog'ligini saqlashga, bu narsalarga infoq qiling. Aqlini o'stiradigan ishlar bor. Hatto o'yin o'ynaganda ham aqlni rivojlantiradigan o'yinlarni o'ynagani bolalarni yaxshi. Aqlni rivojlantiradigan o'yinlar ham bor. Shularga agar infoq qilinsa afzal bo'ladi. Kerakli yaxshi kitoblar bor. Tarbiya haqida, iymon, taqvo va bizni o'tmishdagi salaflarimiz, sahobalar, tobiinlarning hayotlari, payg'ambarlarning hayotlari va oldingi ummatlar va dunyo tarixi, islom tarixi, bularni o'rganishi bolalarni, yoshlarni ongini ochadi. Kitob sotib olishga pulni ayamaslik kerak. Kerakli kitoblarni sotib olish kerak. Bolalar o'qisin, boshqa fanlarni ham. Kimni qobiliyati matematikada yaxshi o'qisin, kimni qobiliyati ximiya, fizikada yaxshi o'qisin, dunyoviy fanlarni ham olish kerak.
faqat diniy emas yoki faqat dunyoviy emas, ikkalasini ham olish kerak. Dunyoviy fanlarni yaxshi ko'radiganlar dunyoviy fanga ko'proq kuchini berib, diniy fanlarni ham o'rganish kerak. Iymon kerakli narsa. Iymon juda ham zaruriy narsa. Iymon ilm bilan bo'ladi. Ilmi bor inson Allohni taniydi, dinini tushunadi, yuradigan yo'lini tanib bilib yuradi. Oli Imron surasida Alloh taolo aytadi: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah." Sizlar odamlar uchun chiqarilgan, insoniyat uchun chiqarilgan eng yaxshi, afzal ummat bo'ldinglar. Yaxshilikka chaqirasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar dedi. Bizni yurtimiz azaldan 1000 yildan beri bizni yurtimiz ulamolar bilan tanildi. Yuksak madaniyat bilan tanildi. Odob, axloq bilan tanildi. Rahm, shafqat, mehr, muruvvat bilan tanildi. Ularga bu narsani ilm o'rgatdi va tarbiya o'rgatdi. Shuning uchun ilm yo'lida, tarbiya yo'lida infoq qilishdan hech tortinmang, ayamang, infoq qiling. Alloh taolo infoq qilgan kishilarga rizq eshiklarini ochadi, baraka beradi va natijasi ham o'zingizni quvontiradigan, sevintiradigan natija bo'ladi. Farzandlaringiz ilmli bo'lib yetishsa, sizga foydasi bo'lmaydimi? Farzandlaringiz ilmli bo'lib yetishsa, taqvoli, axloqli inson bo'lib yetishsa, o'zingizga ham foyda, yurtiga, ummatiga ham foyda bu. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin, foydali ilm bersin, ilmga, o'rgangan narsalarimizga amal qiladigan tavfiq bersin. Alloh taolo barchamizni gunohlarimizni, xatolarimizni kechirsin. O'ziga yaqin qiladigan amallarni qilishga nasib qilsin, tavfiq bersin. O'zidan uzoq qiladigan va o'zini g'azabiga sabab bo'ladigan yo'llardan, amallardan bizni uzoq qilsin. Bir hadisda keladi, inson butun umri Allohga qarichma-qarich yaqinlashadi. Yaxshi amallari bilan yaqinlashib boradi, lekin bir amali bilan yoki bir so'zi bilan Allohdan mag'rib bilan mashriqning uzoqligidek uzoqlashib ketadi degan mazmunda hadis keladi. Alloh taolodan najot so'raymiz. Bu o'zini norozi qiladigan, o'zidan uzoq qiladigan so'zlardan, amallardan bizni uzoq qilsin. Alloh taolo hojatmanlarni hojatini chiqarsin. Kasallarga, dardmanlarga shifo bersin. Safardagilarni, uzoqdagilarni yaqin qilsin. Musofirlarni Alloh o'zi panohida asrasin. Boshqa yurtlarda yurgan musofirlarni Alloh taolo o'zi panohida asrasin. Ulardan yomon qullarini uzoq qilsin va ularni yomonlardan uzoq qilsin. Boshiga musibat tushganlarga Alloh taolo yengillik bersin, musibatlarini ko'tarsin. Qarzdorlarni Alloh taolo qarzini uzsin, baraka bersin rizqiga va rizq eshiklarini ochsin va rizq eshiklarini ochilishiga sabab bo'ladigan yaxshi amallarni ilhomlantirsin va qildirsin. Alloh taolo yurtimizni va boshqa musulmon yurtlarini ham islom bilan obod qilsin, din bilan, axloq bilan, toat, ibodat bilan obod qilsin. Alloh taolo musulmonlar uchun barcha musulmon mamlakatlarida to'g'ri yo'ldagi bir rahbariyat nasib qilsin va bu rahbariyatda Allohning amri ulug'lansin va Allohning do'stlari aziz bo'lsin. Alloh qaytargan ishlardan qaytadigan bo'lsin. Alloh buyurgan amallar qilinadigan bo'lsin. Alloh taolo shu suhbatlarimizni biz uchun, barchamiz uchun qiyomat kuni foydamizga hujjat qilsin. Qadrimizni ikki dunyoda o'zining huzuridagi martabamizni ko'tarsin. Alloh taolo hidoyatdan mahrum bo'lganlarga
hidoyat bersin, insof, tavfiq bersin va bizni ham shunga duolarimiz bilan bo'lsa ham sababchi qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.